Telefonni tushirorni. Namuncha vahma qilasan, shu ham muammomi? Pul bilan hal qilinadigan narsa muammo emas. Odamga yetaman kerak bo'lsa 2 ta beradilar. Ali, uyga kir. O'g'lingiz tarbiyasiga qarab qo'ysangiz bo'lardi. Maktabda hamma narsani pul bilan o'lchyapti. O'g'lim, sen bilan bitta joyga ketamiz. Ota, bu joyga nimaga keldik? O'g'lim, ishlarim yurishmayapti. Endi shu uyda yashaymiz. Unda men ham ish topib ishlayman-da. Oyi, pulni qo'ydim. Ada, maktabga pul bering. Pul yo'q edi, bolam. Ketdik ukam. Bunaqa kech kelsang, kelmay ishga. Uzar amaki yayov keldim. Uyim uzoqroq edi. Ali qara klient keldi. Hozir seni galinu, hozir o'zim ham qarasha olaman. Xo'jayam, bolani qiynavordingiz-ku. Unchalik bo'lmaydi-da. Farzandni faqat moddiy emas, ma'naviy ham ta'minlash kerak. Bu tarbiya. Ali bugun ishga kelmaganiga xavotir olib keldim. Endi hayotda do'stingni ham, o'z o'rningni ham topishingga ishonaman, o'g'lim.